Duganalar. Bitta shakli voz qaysak. Rahmat Akmaljon. Bizni tanlasin deyapti. Mana shu gapirgani bilan taqdirimiz bitta yo'q. Kuzda erga ehtiyoj bor. Birov oldin suv ichgan, birov keyin suv ichgan. Biron tomiri qurib qolgan. Akmaljon, meni shugun baxtli qilib jo'nating. Voyda deb romansayda kulib ekan. Voda ben ko'ringan yo'q endi. Bir ko'rpada yotsa buni ustida ko'rpa turmaydi. Ota qarang urliqqa. Voda endi siz boshlang. Ha. Oxirgi marta yozda cho'milganmi? Turinglar endi. Turinglar, zirim gapiring, vaqtdir. Oldim men quyida kulib kirdim qoldim. Voy. Ey, duganalar. Dardim og'ir. Arosatda qolib ketdim. Shu onam o'tgandan keyin otam yolg'izlanib qoldi. Bir zo'r bir kampir kerak. Bormi uyim joyim deydigan? Erni er o'rinda ko'radigan bormi? Qo'ying ota, kerak emas, yoshingiz bir joyga borib qoldi desam, yo'q, uylanaman deb turib olganda. Dardimni aytadigan hamdard inson kerak deyapti. Hozir endi qishloqdan shaharga chaqirdim. Men restoranda gaplashdim, bitta xonasida bir gaplashaylik, uchrashtiray otamni dedim. Hammalar yerga tekkilan kelib o'tiribdi-ku, ko'zlarini. Hozir bitta ko'rsataman. Otaman bir ayollarda suqi kirsa kirgudek cholda. Ko'zga yaqin. Endi nima farzandlik burchimiz? Oldin ko'ringlar. Ota! 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 Voy, keling. Assalomu Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Voy. Hech mana shu xonaga olib kirmovdilaring, Kampirlar bozoriga xush kelibsiz mana. Tanlab oling. Tanlash imkoniyati bo'lsa yaxshi-da. Ota o'tiring. Eng avvalo qo'ying ota. Uydan uyingiz bo'lsa, navaradan navarangiz bo'lsa, kelinlar xizmatingiz qilayotgan bo'lsa, osh ovqatingiz tayyor bo'lsa, kiyimlaringiz yuvilgan bo'lsa, kerak emas kampir. Qo'ying ko'p bo'lgani bilan muzlatkichingda 1 kilo go'sht bo'lmasa nima kerak bor? Nima qilaman u qo'ylarni? Birorta nabira kelib, kechasi oyog'imni qolab qo'ymasa, shom bo'lmay quyosh uyiga kirmay, hammasi uyiga kirib oladi, televizor bilan o'zim qolib ketyapman. Masalan, qarang, 3 mahal ovqat qilib beryapti. Yo kelinlar xafa qildimi? Ayting. Voy, men yemga tashalgan buqa emasman, men otangman. O'zi o't qopim bo'lmasa, 3 mahal ovqat nima kerak? Menga mehr kerak. Men mo'ylovda urishga ham qiynalib qoldim, qizim. Lekin onam bechora ham hech bir oyog'i qolaganini ko'rmaganmiz. Mehr bo'lgan lekin. İnsanga ko'rsatib qolamaydi-ku. Endi ota to'g'ri tushuning, mana yoshiga uylanaman deyapsiz-ku, lekin yaxshi emas bu. Mayli, endi otadan so'rash kerak, farzandlari burchi. Qo'y, bir marta ham so'raganing yo'q, Shu o'zingga qarab turaman, o'zingni bolangni kamini aytasan, dardini aytasan, oxirgi marta bir sog'lig'imdan xabar olganlaring yo'q, Akang ham keladi, gapiradi, qo'yadi, gapiradi, qo'yadi. Hammang o'zing darding bilan o'zing ovora. Qo'y. Ota, mana aka-ukalarim yig'dim. Menga tug'ilgan kun nima kerak? Hammang yig'lasizlar, o'zimcha yotgan joyimda o'ylayman, bolalarim shu meni boshimni ikkita qilmoqchi shekilli desam, bor pensiyamni yeb, ichib tugatib, bu bir oy nima yeydi deb o'ylamaysizlar, Mendan so'ra. Nimaga so'lib boryapsizlar degan? Men aytaman. Hech bir so'lib borayotganga o'xshamaysiz, dada, qo'ying. Meni suratim qolgan, siyratim o'ldi. Odamga odam dardini aytsa yuki yengil bo'ladi. Lekin dada qarang, men sizni ogohlantiray. Ertan bolam ogohlantirmabsan demang. Mana o'rtog'i Sobir aka uylandi-yu. Nima bo'ldi?
bir haftadan keyin Sobir aka o'zi o'lib qoldi. Undan keyin mana Dilmurod o'rtog'ingiz ham uylandi. Ularni avlodida nasl kasalligi bor. Uylangandan o'ladi ular. Bizaniki uylanaversa yasharaveradi. Lekin mana Dilshod jo'rangiz ham uylandi. Uylangandan keyin xotin kelgandan keyin uy qilib berasan, joy qilib berasan dedi-da, bolalari bilan otani ayirib yubordi, dada. Qo'y, bunday gaplarni qo'ygin, men bilaman-ku kimni qandayligini. Lekin dada, onam o'layotganda vasiyat qilgan. Mening qabrimdagi o'tlar quramasdan turib otang uylanmasin degan. O'zimga ham aytgan. Ana. Qabrimdagi o't o'lanlar qurigandan keyin boshingizda ikkita qilavering degan. Ha, Odamlar 6 oyda turmush o'rtog'ini qabriga bormaydi. to'g'ri. Men har kuni boraman. Qurib qoldimi, yo'qmi deb, bir ikkita o'tlarni yulib ham keldim, mana quriy boshladi deb aytamanmi deb. Kechqurun alang-jalang tush ko'rdim, tavakkal qilib qabristonga bordim. Borsam, "Ey, tog'ang o'tlarga suv quyib yuribdi." U ukasiga vasiyat qilgan ekan. Meni qabrimdagi o'tlar qurishiga yo'l qo'yma, suv quyib turdim. Voy, ayolda qarang. O'lsa o'ladi, erini birovga bermaydi. Onam bechara qarang, qanday sizni yaxshi ko'rgan dada. Qanday onamni boshqa ayolga almashasiz? Qanday biz onamni yotgan ko'rpachalarda bir ayol o'tirganini qanday biz hazm qilamiz, dada? U o'tirmaydi. Ha. Yonboshlab dam oladi. Umuman o'tirmaydi u. Ha, bo'pti, unda dada qarang, men bir uyim joyim deydigan bir yaxshi qiz topdim. Sal yoshi o'tgan. Ozgina o'tirib qolgan. Shunaqangi bir yaxshi, O'ziga qarab yuradi. Ha, voy. Ko'chadan o'tsa bor hamma odamlar qaraydi. Bir ko'ring, menga ishoning, chaqiring. Chaqir. Hozir keladi. Keling, mana ota ko'zingizni yumib turing, ota. Dahshat kelyapti, ko'zingizni yumib turing. Ko'zingizni yumib turing. Oching deganimda ochasiz, ota. Oching deganimda. Oching degan. Kel. Voy. Ha. Kel. Qani o'tiring. Ota. Ota. Ko'zingizni oching. Mana hurliqo. Qo'y bolam, ko'zim yopiq turaversin. Voy bo. Nimaga? Bu uchayoqlab qopti-ku bu. Endi hayotni o'nqir-cho'nqirlariga, yamalarga ko'p tushgan. Boshida qiyinchilik ko'p bo'lgan. Bu постоянный vibratsiyada turadimi bu? Bu eri xotin qo'shqoq qiz bir ko'rpaning tagida orom olsa, bu meni ustimda mana bu qishda sovuq kunlari 2 minut ham ko'rpa turmaydi, bu nima qilib ustimdagini tortib olaveradi bu. Yo'q, ota, lekin shunday bamani gap so'zlari joyida. Uyim joyim deydi. Eng muhimi onamdan qolgan dorilar ichadi. O'g'il bo'ladi shuncha dori, ota. Assalomu alaykum. Qarang. Voy. Voy. Buning grija. Yo'q, grija emas, ota. Voy. Qattiq ta'zim qildi, ota. Jon qizim, gapimni eshit. Bu 3 so'mlik foyda ko'rmay turib 1000 so'm xarajat qilib bunga qo'y olib ma'raka qilaman keyin men. Lekin ota shunaqa ko'p kitob o'qigan, shunaqangi bir ziyoli. Menga ilmi kerak emas. Turishini qarang. Bu tuya bo'lib qopti-ku bu. Maylimi oldingizda o'tirsam? Voy, keling. Oyog'imda darmoni qochdi. Yo'q. Ya mana yonlarda. Yonimda emas, bitta dunyoda yashashimizda o'zi menga og'ir. Ota, siz unday qo'pol muomala qilmang-da. Hali umuman erga tegmagan Mana dedim. stolni topolmayapti, to'g'irlab qo'y, topgan dahmazangni. Siz bir gap so'zlarga ahamiyat bering. Ko'zlarda mehr bor, mehrga muhtoj, ota. Ko'zda mehr emas, achki bor. Qarang. Voy bo. Ha. Bu oxirgi marta yozda cho'milganmi nima? Ota, meni desiz uylaning shu ayolga. Ko'zlarda mehr bor, qarang. Ey, shunaqangi sizga suyanchiq bo'ladi, hamdard bo'ladi. Patologga birga qarab yotasizlar. Qarang, ota. Bunga butun boshli Sirdaryoni balig'ini yedirsang ham ziriniyasi joyiga qaytmaydi bolam. Bu menga dard, balo, tashvish bo'ladi bu. Bu menga osiladiganga o'xshayapti. Bunga yo'l boshlamasang yo'lini topolmaydi bu.
salkam 80ga bordim. Shu paytgacha erkak zotini qo'lini ushlamaganman. Ana, dada, ana. Shu o'lar chog'imda bir erkakni nafasini his qilsam devdim. Ana. Shu paytgacha nimaga erga tegmagansiz degan bo'lishingiz mumkin. Ana qarang. Mol dunyo to'plaganman. Ha, meni otam Saidlardan bo'lgan. Qarang. Ha, hamma tillayu topganlari menda. Ana. O'ldir meni. Otangni ham topasan. O'ldir meni. Tushundingmi? Uy davo qilmaydi. U shunaqa gaplashganman. Uy ham kerak emas, hovli ham kerak emas. Otang o'zidek bunga kerak. yer ham kerak emas, to'rburchak chuqur kerak. Ey, sen yolg'iz qoldir bizlarni o'zimiz bir bunday bir hangimani. Ota 5 minut. Meni bu azoblarga tashab ketma. Men seni umid bilan katta qilganman jon qizim. Bu baloni qanday olib kelgan bo'lsang shunday yo'qotib ber. Yoqqa keling. Ota Yoqqa boring. keling jonim. Ota boring. Ey qiz, chiqib tur. Voy, uzr. Ey, Hay. Voy. Ey, aynan ketay. Xuddi sizdaqasini orzu qiluvdim-da men. orzudan voz keching. Nimaga? Taqdirimiz bitta emas. Keling, yonimda turing, aynanay. Yo'q. Ketmang, qochmang. Nahotki men shunchalik qo'rqinchli bo'lsam. Yo'q. Siz tengi yo'q go'zalsiz. Men go'zallikka bardosh bera olmayman. Siz birdaniga riski yo'q degan javobni aytmang. Oldin men bilan bir hafta 10 kun yashab ko'ring. Ana undan keyin mayli nima desangiz roziman. Dada, Av! kirimi? O'chir. Voy. Kir qizim, kir. Kirib nima qiladi? Hey! Guvoh bo'ladi. A? Nimaga topganni? Menga qara. Buni nima? Qaydan topgan bo'lsang shaqa tashabga. Xarajati mendan. Ey, siz meni bir oldin yaqinroqdan bir ko'ring. Voy, burnim hid bilmasdi, ko'zimgacha ochib ketyapti. Baraka topkur. Qarang siz. Qarang, mana shu yerda o'tirib turing, ketmasdan ko'ndiraman, xo'p? Ko'ndir. O'tirib. Agar ko'ndirsang bola, senga taxuyamni beraman. Ona! Ko'ndir. O'tirib turing. Aytdim, Asaloyiga de Turkiya, Dubay, Antaliyaga olib boradi de. Samolyoti bor shaxsiy de, ko'ndir. O'tirib turing. Ko'ndir. O'zingizda bir variant bormi, ota? Men mana shaharga saniga kelayotganimda yo'lda bittasini topib oldim. Gapimiz qo'shib qoldi. Buni qara, o'rday hijolat buni oldida. Voy, bay. O'tirib turing, aka. Voy. O'tirib turing. O'tirib turolmayman. Oyoq qolganmi o'tirib turadigan. O'tirishim mumkin lekin. Ha, o'tiring. O'tirsa keyin kimdir Tez ko'ndir, aynanay. Menga qara, jon qizim, meni azoblarga tashamagin. Men halol peshona terim bilan sizlarni boqib katta qilganman. Men topganni ko'rgin. Gapimiz qovushib qoldi. Shuni bir ko'rgin. Bu taqdirda bu. Bu qo'y bo'lsa ekan, yoqmasa olib chiqib sotib yuboraversang. Bu ketmaydi bu. Kelsin, shu bir ko'rgin. Menga ham, senga ham foydasi bor. Ikkovimizni ham xizmatimizni qiladi. Nomer bormi? Bor. Jonim, qo'yasizmi? Hozir sabr qilib turing, qonimni quyib beraman, ichasiz. Gaplashing, o'zingiz gaplashing. Hozir hal qilyapmiz. Hozir. Alo? Lisaxon? Jonim, keling. Aytgan manzilimga, ha? Bo'pti, kutyapmiz. Xo'p. Qizlarim ko'rmoqchi. Endi ko'chada ko'rishib yurishimiz uyat endi. Keling. Kelyapti. Hozir bir ko'raylik endi, xo'p. Bir Voy, ko'raylik. ko'rsang ko'rgulik. Yo'q. Mana shuni archib berasizmi? Siz po'chag'i bilan yevring. Yo'q. Hozir o'zim ochib beraman. Hozir.
Canım. Voy o'ling. O'tiring. Voy O'tiring. o'ling. O'tiring. Oh. Voy. O'tiring. Как вы? O'tiring. Yaxshi. А это кто? Э. Бабуль? Voy. Здравствуйте. Ay, otangni kallasi ishlaydimi o'zi? Bu yoshda bunaqa yoshi bilan o'ynashish bu o'lim bilan tugaydi. O'lsa o'lar. Yana bitta olaman. Qayda boraman? Buni qara. Ota. Buni qara. Ey, Здравствуйте. sochni o'zi bir san'at asari. Bu nevarangiz qatori-ku o'ylayni. Bu nevara qatori emas. Yaqinda plastika operatsiyadan chiqqan. Sal o'ziga qarab yuradi. O'ylaydi. Да. Yana o'ziga qaragan. Пластическая операция qilganman. Abdini qara. Meni qayrim kam shundan. Bundaqa o'ting bir ikkomiz bunday bir suhbatlashaylik. Meni bir yaqindan ko'ring, jonim. Masofadan gaplashaylik. Meni sog'lig'im ko'tarmayapti. Xushbo'y atirlarga chidolmayman men. Asalim, men ham shunday plastik operatsiya qilsam bundan yosh bo'laman, aynanay. Siz ham shunday torttirsangiz tugaysiz. Sen jarohatlaringiz bitmay topganimiz dori puli bo'ladi. Unday qilmang. Dada bir bitta keling. Mana qizim chaqirdi ya. O'yla yersirama ya. O'zing tenging topsang bo'lmaydimi? Hay. Qon boshimni ochib yuborasan. To'xtab. Nariroq turing, Dadam nafas. hal qiladi, dadam hal qiladi. Jajja. Ey, Dada kerak emas. Bu yoshini turishini qarang. Men senga shart qo'yaman bolam. Meni bo'lsin desang garoq ko'ylakka uylantir. Meni o'lsin desang ipak ro'mollikka uylantir. Qaysi ma'qul senga? Qarang, ota, bunday qilaylik. Ikkinchisi ma'qul. Ota, qarang. Bitta shart qo'yaylik. Ha. Ikkalasi ham sizga choy qo'yib uzatsin. Qaysini choy qo'ygani yuragingizga jiz etsa, yoqsa, o'shani oling, jon ota. Choy qo'yish. Ha, choy qo'yib bersin. Nima deding? Choy qo'yib beringlar bitta otamga choy. Otam o'zi biladi. Men joy qo'yinglar deb. Yo'q, joy emas, choy. Choy chaylik. Voy, yer yuzida bitta erkak men qolganim yo'q-ku. O'sha yerda o'tirib turing. Qarang, siz birinchi choy qo'yib bering. O'tiring. Bitta qo'yib berasizlar. Bay, bu talash bo'lganimni marhuma onang ko'rmadi-da. Ushab turing. Mana choy qarang, ota qarang. Qarang. Voy. Voy. Muhabbat choyi, mehr choyi. Dada. Ammangni choyi yarimi to'kildi mana yerga. Yarimi mana tarilgan ichida yotibdi. Topganim quruq choy puli bo'ladi-yu. Mayli, qarang, yoqdi. Buni qara, endi quygan Yoqdi. choyning ustidan hassasini olib o'tyapti. Bu hassalar bilan qayerga bormagan? Men ko'rmasam shu hassani shuning ichiga bir botirib oladi. Ana, siz ham bir qo'yib bering. Oldin menikini iching. Men quyilishidan ko'rdim, tabim tortmayapti. Qo'yib bering. Qani. Voy, buni quyganni patologdan quysa ham og'zingga tushadi-da. Voh. Bo'ldi jonim, o'tiring. Oh. Juda bir ajoyib san'atlari bor, dada. Bir siz raqsga tushishni bir ko'ring. Uzoqroq. Mumkinmi sizda? Meni? 1 minutga. Ha, ota, bir ko'ring. Keling endi. Yo'q demang, dada. Alisa xafa bo'ladi-da, Alisani qara. Alisa xafa bo'lyapti, ana. Nima? Qizilbosh nima? Нет. Yo'q. Shunda. Buchi, uy-joy so'raydi, zaks so'raydi. Topganim Alisaniki. Dada. O'zim ham shuniki. Hammasini uy-joyi bor. Dada, ukam nima qiladi? Ukang hovling katta bir xonasida yashayveradi. Meni qaltiraganimga, bukchayganimga ko'p meni priznavat qilmayapsiz-da siz. Mana menda haqiqiy san'at bor. Siz nima deyapsiz? Qarang. Boshlandimi? Ana, ota qarang. Ana qarang.
Voy. Mana ko'rdingizmi, charchab qoldilar. Qizim buni tekshirish kerak. Nimasini? Bu qalbaki dokumент bilan pensiyaga chiqqanga o'xshaydi bu. Bu tog' echkisidan ham tez sakrayapti-ku bu. Menga sizdan boshqasi kerak emas. Yuragim faqat sizni deydi. Ota bu kishi ham bir Alisaxon ham bir o'ynayman deyapti. Bitta. Nima qilaylik? Men o'tirib tomosha qilaylik. O'tiring, o'tiring. O'tirib olay. Yo'q, keling. Ha? Keling. O'tiradi mani jonim. Deixa a timidez de lado, puxa a mini vem dançar. Você sabe que o Levi vai te olhar. Pode ser. Beqiliq. Jonim, bunga uylana ko'rmang, sizni tarbiyangizni buzadi bu. Hozir o'zim tushuntiraman. Dada, qarang, do'ppingiz ham qishib qoldi. Menga yoqmadi. Ana uylaning ana Xo'ydaxonga. Hey, turmushga chiqmagan. 3 ta uyi bor. Kattakon jip mashinasi bor. Ana jip mashinasini borib, ko'zi yaxshi olmaganligi uchun haydolmayotgan ekan. Birni ko'nglini olmoq savob degan. Ana dada. Ikkini ko'nglini olmoq undan katta savob degan. Har kim har kuni yaxshilik qilish kerak. Shu buni ham qo'yib yubormasak deyman-da. Dada, qo'yib yuboraylik. Jipda haydab yurasiz. Dali hovlilari bor. Ko'zim bo'lmaydi-ku, jon qizim. Men haydayman. Sen jip haydashing uchun men o'laksa bilan yashashim kerak, ha? O'z baxtingni o'ylaysanmi shu yoshda? Dada, bochkada bor, dahshat hovlisi bor. Yo'q demang dada, shuni ham yo'qotay, menga yoqmadi ana sariq soch. Pushti bashara. Kerakmas dada. Qo'ying, menga ishoning. Men qara, sen she'rni tez sur, xo'pmi? 100 yetadimi pachka? 100. Ha. Men qara, 100 beraman, cholni menga qaytarasan. Hayotidan chiqib ketasan, aytib qo'y. 200 bersangiz umuman chiqib ketaman. Точнami? Точно, men shundan ketaman. Beraman. Tashqarida kutaman lekin. Ha, kut. Ana shunday qilgan, o er sendan voz kechib yuborsin. Qiyin o. Dada, qarang, qaramang. Ko'rdingizmi? Sizni pulga sotib yubordi. Ko'rdingizmi? Shu bilan qo'sha qarang. Men shu turishida so'roq belgisiga o'xshayapti, qara. Men ham bundan kammasman, mana. Ana endi undov belgisi bo'ldi. Dada, tengi bilan tezak qopi bilan qo'ying dada. Mayli. Xo'p deng. Bola otasiga yomonlik qilmaydi-ku. Shunday dada. To'g'rimi? Siz baxtli bo'lsangiz, biz baxtli. Ikkalanglar bizni duo qilib o'tirsanglar qanday yaxshi. Jonim, Voy. Dada, qarang, tilla. Tilla. Sizga qarang. Ana qarang. Sahiyda. rozimisiz? Ana. Endi bu boshqa gap. Ana dada, ana. Ayni. Ana dada. Endi meni turg'azing. Endi shu bilan qiziqda dada. O bizga to'g'ri kelmaydi, jon qizim. Ana! Men ham hazil qildim. Qanday qilar ekan? Ana. Bular qanday qarar ekan deb turib, eng asosiysi yolg'iz emasman. Senday mehribon farzandlarni tarbiyalaganim uchun menga ham rahmat deyishing kerak. Rahmat dada, men sizni yaxshi ko'raman. Tarbiyangni sinab ko'rdim, jon bolam. Mana bu tilla o'zingizga buyursin. Ana. Asta. Ana. Baxtli bo'linglar, onajon. Aynan. Qarang. O'zini onasini ham onadirdi, sizni onajon deyapti. Ha. Duo qiling. Baxti kamolimizga ko'z tegmasin. O'sha qarib yuraylik, uvali juvali bo'p. O'zi nima bo'lib turibdi zotan? Mana shu turishimizda o'zi shu holat. Kelajakni so'rang. Qo'lda ko'ryapsanmi? Duo ham turmaydi bu qo'lda. Voy,
Mayli nima bo'lsa ham endi baxtli bo'laylik. Shu paytgacha ko'rmaganlaringizni ko'ring. Ko'rsataman. Orzularingiz amalga oshsin. Ha. Hamma ko'rsa havas qilsin. Amin. Allohu Amin. akbar. Ana ketdik. Ha. Jibti halolim degan qo'shiqni ayt. Kechikkan muhabbatni qo'y. Qo'yamiz dada, qo'yamiz. Maylimi? Qarilar to'yiga xush kelibsizlar. Ketdik dada, ketdik. Ketdik. Nikoh to'yi emas, qarri to'yi bo'ldi bu.